Hürmetli vatandaşlarım, dersimizi davamlaştırıyoruz. Endegelik siyanın mavzusu. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat islohoti tayyorlashini Hindistonning eng yaxshi harbiy texnika bilan ta'minlaymiz dedi. Mavzuli xabar 10-oyning 25-kuni David Torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Hindistonni ziyorat qilayotgan mezgilda mundaq ko'rsatdi. Amerika Hindistonni eng yangi harbiy texnika bilan ta'minlaydi. Amerika Ovozi radiosi 10-oyning 26-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi tayyorlashni 25-kuni Hindistonda mundaq dedi. Amerika Hindistonni eng yaxshi harbiy texnika bilan ta'minlaydi. Jumladan F-18, F-16 belgilik kurashchi aeroplanni o'z ichiga oladi. Davlat ishlar kotibi tayyorlashni yangi Dehlida mundaq ko'rsatdi. Amerika Hindistonning yetakchi davlatga aylanishini qo'llaydi. Hindistonning musharayinda bexatarlikni qo'g'dash iqtidorini o'stirish uchun Amerika davomli kuch chiqardi. Bu jihatdan aytganda, Amerika taraf Hindistonning harbiy ishlarda zamonaviylashish, tirishchanligini ilg'or texnika bilan ta'minlaydi va Amerikaning bunday iqtidori bor. Xabarda Amerika bilim xazinasi an'anaviy fondi jamiyati mudofaa ishlari masalasi bo'yicha yuqori darajali tadqiqotchi Din Chengning so'zlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatildi. Agar Hindiston Amerikaning harbiy aeroplanlarini sotib oladigan bo'lsa, Amerika Hindiston ittifoqi uchun aytgan muhim ahamiyatga ega. Bu demak, Hindiston ma'lumotdan aytganda halqiliq ilg'or qurollar masalasida Amerika bilan intayin zid ittifoqlashlik o'rnatish to'g'risida qaror chiqarishdan derak berildi. Walkotsi gazeti 26-kuni xabar qilib bunday ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rex Tillerson Hindistonni ziyorat qilayotgan mezgilda Amerika bilan Hindiston hamkorligini kuchaytirib, burayning bexatarligini va mudofaa ishlarini ilgari surishda boshqa davlatlarning zo'ravonlarga bexatarlik belbag'i yaratib berishining oldini olish jihatda birdak fikrga keldi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Haftaning 3-kuni, ya'ni 10-oyning 25-kuni o'tkazilgan suhbatda Hindiston va Amerika amaldorlari, ya'ni Hindistonning Hind okean va Tinch okeanda qo'g'dinish rolini va qo'g'dash rolini qandoq yuqori ko'tarish, jumladan Hindistonni eng ilg'or harbiy texnika bilan ta'minlash, o'xshashla bir vaqtda Hindiston bilan Amerikaning Osiyodagi ittifoqdosh qarindoshi Yaponiya bilan o'rtada hamkorlikni qandoq kuchaytirish to'g'risida muhokamalar qilishdi. Demak, biz o'tgan kelishimiz dedikki, vatandoshlarım bu chisla aykunlar esinglarda bo'lsin. 25-kuni O'rta Sharqda 2-3 davlatni ziyorat qilib, davlat ishlar kotibi Tillerson apandi Hindistonga yetib keldi va shu kunidagidek suhbat o'tkazib, 25-kuni yuqorida qaror e'lon qildi. Biz birinchi qatim o'tgan so'zlaganligimiz nima dedik? Amerika Qo'shma Shtatlari Hindistonni armiyasining iqtidorini o'stirishni qaror qildi va shunda o'ylashdi degan edi. Bu qachon vaqt atimi o'ginmesh kim bilmaydi. Hozir oradan 6 kun o'tganda davlat ishlar kotibi Rex Tillerson Hindistonga borib, Hindistonga ilg'or harbiy texnika setib bergan. Jumladan F-16, F-15, 18 belgilik harbiy aeroplanni qo'shib setib bergan. Yana nurg'unlar bo'lishi mumkin, nurg'un texnikalik mahsulotlar bo'lishi mumkin, lekin hozir ko'rsatilgani F-18 bilan F-16 bo'ldi.
Demek Hindistan'ı harbiy cəhətdə qurallandırış, yeni texnika ve ilğar harbiy qurallar bilen qurallandırış cəhətdə Azər Tillerson 25-ci günü yeni Dehli'de yok arkada nutq sözledi degan söz. Hörmətli vətəndaşım, 25-ci günü, onun ayının 25-ci günü Dəl şərqdə Beijing'de Cumhuriyet Kompartiyasının 19-cu növbətdə qurultayı axırlaşqan ve bu qatımqı qurultayda partinin rəhbərlik sistemisi turğuzulğan gün idi. Esіңizdə bolsun, hörmətli vətəndaş.